Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Kundur yelimidan tayyorlangan suyuq eritmamiz keldi, ya'ni ladan. Kundur yelimini tayyorlangan eritmasini juda ham foydali xususiyatlari ko'p. Birinchi navbatda miya faoliyatini juda ham zo'r qiladi. Xotirasi past, ya'ni o'qishga tayyorlanib yurgan insonlarga tavsiya qilaman, juda ham zo'r. Lecheniya kursi buni 14 kungacha. Miya faoliyatini yaxshilashda, bo'g'imdagi tanadagi yallig'larni oldini olishda, o'pkani umumiy balg'amlardan juda ham zo'r tozalab beradi. Asabiylik, stressni ham oldini oladi. Yana foydali xususiyatlari juda ham ko'p. Buni foydalanish tartibi 3 yoshdan katta bo'lganlarga va homilador emiziklilarga mumkin emas. Qolgan hammaga ichish mumkin. Lecheniya kursi 14 kungacha. Kundurni o'zi homiladorga ham, emizikliga ham, yosh bolaga ham hammaga mumkin. Bemalol iste'mol qilib ko'rishlaringiz mumkin. Xotirasi zo'r bo'lsin yoki xotirasi past bo'lgan insonlarga tavsiya qilib qolaman. 14 kun foydalanib ko'ringlar, juda ham zo'r. Xudo xohlasa yaxshi rezultat beradi.